Assalomu alaykum akalar. Abu Saxiy bozorining yonyapti. Savollar bu yoqqa ko'chaga chiqib qo'ysa ham baribir yong'in kuchayib ketib, yonib ketyapti. Bu yonishni eng kuchaytirgan narsa sababi bu alkofon bo'ladi. Kasroflari полный alkofon bo'lgan, magazinlarni bir-biriga ulab ketib alkofon qilgan. Eng kuchaytirgan narsa mana shu alkofon. Shuning uchun bozor, katta joy, zavodlarda alkofon emas, mikrofon qilishni tavsiya etamiz. Assalomu alaykum akalar. Abu Saxiy bozorining yonyapti. Savollar bu yoqqa ko'chaga chiqib qo'ysa ham baribir yong'in kuchayib ketib, yonib ketyapti. Bu yonishni eng kuchaytirgan narsa sababi bu alkofon bo'ladi. Kasroflari полный alkofon bo'lgan, magazinlarni bir-biriga ulab ketib alkofon qilgan. Eng kuchaytirgan narsa mana shu alkofon. Shuning uchun bozor, katta joy, zavodlarda alkofon emas, mikrofon qilishni tavsiya etamiz.